Feruza Normatova qattiq afsusda. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroliklarimiz boshqalaridan tubdan farq qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Feruza Normatovaning to'y liboslari ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Aktrisa Instagram storiesiga ko'ylaklarining dizayni o'zining qaysarligi va marosimlardan oldin kiyib ko'rmagani sabab mukammal bo'lmagani haqida aytdi. Birinchi kiygan ko'ylagimning bichimini tanlaganimda korseti bu darajada emasdi. Ichi ham oq ayvoriy rangda edi. Xonzoda Qambarova ko'ylakning ichki matosi oq ayvoriy rangda bo'lsa, chiroyli chiqishi haqida aytgandi. Men bunga rangini biroz to'qroq qilaylik, korseti tepada qolib ketmasin, sal pastroqqa tushsin degandim. Xonzoda jamoasi bilan birga ko'ylakni juda ham chiroyli, xohlaganimdek tikib berdi. Ammo ko'ylak tayyor bo'lganidan keyin uni kiyib videoga olib tashqaridan qanday turganini, yarashganmi yo'qmi bilmaganim xatoyim bo'ldi. Aslida ko'ylagim chiroyli chiqqan. To'yim kuni ko'ylakni kiyib rasm videolarni Instagramga joylaganimdan keyin tanqidlar yog'ildi, lekin u paytda kech bo'lgandi. Toshkentdan chiqib Sirdaryoga yetib bo'lgandim. Ko'ylakning ichki matosini och rangda qilish kerak degandim, dedi Xonzoda. Eng qizig'i, bironta odam kiyib ko'rganimda libos ustunda qanday turganini aytmagani bo'ldi. To'yi yaqin qizlarning xayolida million xil tashvishi bo'ladi. Unga maslahatlar berish kerak. Bunday paytda kelinlar bir narsaga fokus qaratolmaydi. Hayotimda biror marta bunday katta tavakkal qilmagandim. Xonzoda Qambarova o'z ishini zo'r biladigan qiz. Xatoyim uni gaplariga quloq solmaganim bo'ldi. Bundan to'g'risi afsuslandim, deydi Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.